Uni baxtiyor bo'lish uchun nimalar qilish kerak? Aytadi etaplarni. Birinchi, ikkinchi, uchinchi. Judayam to'g'ri savol. Mana hammadan so'rasangiz, baxtli bo'laman deydi. Lekin baxt o'zi nima desangiz bilmaydi. Baxt nima aslida? Baxt bu shukrmonalik holatida bo'lish. Mani uyimda hech narsa menga yoqmasa, hamma yoqda kir, xohlagan uyimda yashamayotgan bo'lsam, men qaynona qaynota bilan yashasam, hammaga men majburman. Mana shu holatda qanday qilib men shukronalikni bildirishim mumkin? Qanday? Baxtiyor bo'lishlik birinchi qadami bilasizmi nimadan boshlanadi? Birinchi navbatda sizda bu muammo borligini tan olishdan. Ikkinchi navbatda aynan shu ikkilamchi foydadan voz kechish. O'zi nima aytadi? Fikr, hissiyot, harakat va natija. Xohlaysizmi hayotingizda tartib bo'lishini? Siz birinchi navbatda bu tartibsizlik hayotingizda borligini tan olishingiz kerak. Ikkinchi navbatda bu tartibni o'rnatish uchun kerakli bilimlarni olishingiz kerak. Uchinchi navbatda to'g'ri harakatlarni qilishingiz kerak va albatta ma'lum vaqt kerak sizga yangicha natija ko'rish uchun.